Xo'p, bosh qismini to'qish uchun dastlab sehrli halqacha olamiz. Mana shu tarzda ipni ushlaymiz. Mana. Va bitta qilib birlashtirib olamiz. Endi mana shu halqachamizni ichiga 8 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ya'ni ilmoqsiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana 8 dona nakitsiz ustuncha terdik. Endi mana bu chiqib turgan ipimizni tortsak, bu tergan ustunchalarimiz aylana holga keladi, ya'ni birlashadi. Mahkamlab tortamiz. Shunda bizning birinchi qatorimiz tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Qatorlar adashib ketmasligi uchun yana ipdan foydalanaman. Belgi qo'yib olib, endi ikkinchi qatorda har bitta ustunchani ko'paytirib chiqaman, ya'ni har bitta ustunchani ichiga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiyman. 16 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'lishi kerak. Boshida sal qiyinroq bo'ladi ilmoqlarni olish. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Mana ikkinchi qatorimizni ham tugatdik. Ajratuvchi ipim, qatorlarni ajratuvchi ipimni rangi botishib qolganligi uchun boshqa rangli ip qo'yib oldim. Endi 3-qatorda quyidagicha ko'paytirish qilamiz. 3-qatorda bitta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Bizda 24 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'lishi kerak. Ya'ni shuni 8 marta takrorlaymiz. Mana bitta to'qidim, keyingisida ko'paytirish qilaman. 1 2. Yana bitta to'qiymiz. Keyingisida ko'paytirish qilamiz. Xuddi shu tarzda bitta to'qib, bitta ko'paytirib qatorimiz oxirigacha yetib kelamiz. Mana 3-qatorimizni ham tugatdik qator oxirigacha. Bizda 24 dona nakitsiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 4-qatorda ham ko'paytirish qilamiz. 4-qatorda bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz. Bitta to'qidik. Keyingisida ko'paytiramiz.
va 7 marotaba ikkita to'qib bitta ko'paytiramiz. Endi 7 marotaba ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz, uchinchisida ko'paytiramiz. 1 2 uchinchisida ko'paytirish qilamiz. Ya'ni ikkita to'qiymiz. 1 2 uchinchisida ko'paytirish. Mana shu holatni qator oxirigacha 7 marotaba davom ettiramiz. Mana qator oxirigacha 7 marta davom ettirdim. Endi oxirida bitta nakitsiz ustuncha qoladi. Uni o'ziga bitta dona nakitsiz ustuncha terib qo'yamiz. Mana bu qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 5-qatorda 3 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Buni ham 7 marta takrorlaymiz. 1 2 3 va 4-da ko'paytirish qilamiz. 2 1 2 3 4-da ko'paytirish qilamiz. Shu holatni qator oxirigacha davom ettirib kelamiz. Mana 6-qatorimizni tugatdik va oxirida ikkita ustuncha qoladi. Shuni to'qib qo'yamiz ko'paytirmasdan. 1 2 Endi 7-qatorda quyidagicha ko'paytirish qilamiz. 5 ta nakitsiz, ya'ni ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. 6-sida ko'paytirish qilamiz. Bu holatni 8 marotaba takrorlaymiz. 1 2 3 4 5 va ko'paytirish qilamiz 6-sida. 1 2 Xuddi shu tarzda qator oxirigacha 8 marotaba takrorlaymiz. Mana bu qatorimizni ham 7-qatorimizni ham tugatib keldik. Endi 8-qatorda quyidagicha ko'paytirish qilamiz. Hozir bizda 56 ta ilmoqsiz ustunchalar mavjud. 8-qatorda 3 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4-da ko'paytirish qilamiz. Endi qator oxirigacha 6 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Boshida 3 ta to'qib bitta ko'paytirish qildik. Endi takrorlayman, 6 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz qator oxirigacha. 1 2 3 4 5 6 va 7-da ko'paytirish qilamiz. Shu tarzda davom etamiz. Mana qatorimiz oxirigacha to'qib keldik va eng oxirida 3 dona nakitsiz ustuncha qoldi. Shuni o'zini to'qib qo'yamiz, ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan. 1 2 3 8-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 9-qatorda 7 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz.
va shu holatni 8 marotaba qator oxirigacha davom ettiramiz. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8-ga kelganda ko'paytiramiz. 1 2 Xuddi shu tarzda qatorimizni oxiriga yetkazamiz. Mana 9-qatorni ham o'z nihoyasiga yetkazdim. Endi bizda 72 dona nakitsiz ustuncha mavjud. Endi 10-qatordan toki 18-qatorga qadar mana shu 72 ta nakitsiz ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. Ya'ni 10-qatordan 18-qatorgacha. Shu tarzda davom etamiz. Mana 6-qatorimizni tugatdik va oxirida 2 ta ustuncha qoladi. Shuni to'qib qo'yamiz ko'paytirmasdan. 1 2 Endi 7-qatorda quyidagicha ko'paytirish qilamiz. 5 ta nakitsiz, ya'ni ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. 6-sida ko'paytirish qilamiz. Bu holatni 8 marotaba takrorlaymiz. 1 2 3 4 5 va ko'paytirish qilamiz 6-sida. 1 2 Xuddi shu tarzda qator oxirigacha 8 marotaba takrorlaymiz. Mana bu qatorimizni ham, 7-qatorimizni ham tugatib keldik. Endi 8-qatorda quyidagicha ko'paytirish qilamiz. Hozir bizda 56 ta ilmoqsiz ustunchalar mavjud. 8-qatorda 3 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4-da ko'paytirish qilamiz. Endi qator oxirigacha 6 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz. Boshida 3 ta to'qib bitta ko'paytirish qildik. Endi takrorlayman, 6 ta to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz qator oxirigacha. 1 2 3 4 5 6 va 7-da ko'paytirish qilamiz. Shu tarzda davom etamiz. Mana qatorimiz oxirigacha to'qib keldik va eng oxirida 3 dona nakitsiz ustuncha qoldi. Shuni o'zini to'qib qo'yamiz, ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan. 1 2 3 8-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 9-qatorda 7 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta ko'paytirish qilamiz va shu holatni 8 marotaba qator oxirigacha davom ettiramiz. Ya'ni 1 2 3
4 5 6 7 8-ga kelganda ko'paytiramiz. 1 2 xuddi shu tarzda qatorimizni oxiriga yetkazamiz. Mana 9-qatorni ham o'z nihoyasiga yetkazdim. Endi bizda 72 dona nakitsiz ustuncha mavjud. Endi 10-qatordan toki 18-qatorga qadar mana shu 72 ta nakitsiz ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. Ya'ni 10-qatordan 18-qatorgacha. Shu tarzda davom etamiz. Mana qatorlarimizni tugatdim. 18-qatorgacha tugatib to'qib keldik. Endi 19-qatorda quyidagicha ko'paytiramiz. 19-qatorda ko'zlarimizni joylashtiramiz, esinglarda bo'lsin. 19-qatorda 24 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 Mana 24 dona nakitsiz ustuncha to'qidik. Endi 8 marotaba ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 va yana o'rtada 8 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ko'paytirmasdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 va yana 8 marta ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 va 8. Endi qator oxirigacha 24 dona nakitsiz ustuncha to'qib kelamiz va qatorimiz tugaydi. Mana shu ikkita oraliqda o'rtada 8 ta nakitsiz ustuncha to'qidik, ikki tarafda ko'paytirish qildik. Mana shu yoqda ko'zchamizni o'rnatamiz.
Endi qatorimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz, ya'ni 24 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Mana 19-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 20-qatordan 27-qatorga qadar 88 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 7 qator. 20 dan 27 gacha. 1 2 3 davom ettiramiz. Mana 27-qatorgacha to'qib tugatdik. Endi ko'zchalarni o'rnata olsak bo'ladi. Ko'zini 19-qatorda ko'paytirish qilganmiz. 19-qatorda ko'zini o'rnatamiz. Orada mana 8 marotabadan ikki tarafga ko'paytirib ketganmiz. Hozir kamerada bilinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zlaring bunday yaqin qilib ko'rsanglar ko'rinadi. Mana ko'paytirgan joyimizdan orada 8 ta oddiy nakitsiz ustun to'qiganmiz. Mana shu ikkita oraliqqa o'rnatamiz ko'zni. Kruchokimiz bilan ozroq katta qilib olamiz ko'zimiz kirishi uchun. Ko'zimiz orqa tarafini mahkamlab qo'yamiz. Mana xuddi shu tarzda ko'zimizni joylashtirdik. Endi qolgan qismini to'qiymiz. Ko'zlarimizni o'rnatib bo'ldik. Endi 28-qatorni to'qishga o'tamiz. 28-qatordan boshlab qisqartiramiz. Hozir biz 24 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4. Mana 24 dona nakitsiz ustuncha to'qidim. Endi ikkita to'qiymiz, bitta qisqartiramiz va buni 4 marotaba takrorlaymiz. Esinglarda bo'lsin, 24 dona nakitsiz ustuncha to'qidim. Endi 2 marta to'qiymiz. 1 2. Uchinchisida qisqartirish qilamiz. Mana xuddi shu holatni yana 3 marta takrorlaymiz. Jami 4 marta. 1 2. Üç marta bo'ldi. 1 2.
Mana 4-martasi. Qisqartirdik. Endi o'rtada 8 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Endi yana yuqoridagi ishlarni takrorlaymiz hozir. Endi teskarisi 2 marta qisqartiramiz. 1 marta qisqartiramiz. 2 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Buni ham 4 marta takrorlaymiz. 1 marta bo'ldi. Ikki marta. 3 marta. Va 4 marta. Mana qisqartirish ishlarimiz tugadi. Endi qatorimizga yetgunga qadar, oxiriga yetgunga qadar 24 marotaba nakitsiz ustuncha to'qib kelamiz. Mana qatorimizni tugatdik. Endi keyingi qator 29-qatorda quyidagicha to'qish qilamiz. 29-qatorda ham 24 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 23 24. 24 ta nakitsiz ustuncha to'qib keldik. Endi bitta to'qiymiz, bitta qisqartiramiz va buni 4 marta takrorlaymiz. Bitta to'qidik. Bitta qisqartiramiz. 4 marta takrorlaymiz. 1 2 3 4. Mana 4 marta takrorladik. Endi 8 marotaba oddiy nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bitta, ikkita, uchta, 4, 5, 6, 7, 8. Hozir yana qisqartirish qilamiz. Endi bu yoqda bitta to'qib bitta qisqartirgandik. Endi bu tarafda bitta qisqartirib bitta to'qiymiz va buni 4 marta takrorlaymiz. Ya'ni bitta qisqartiramiz. Bitta to'qiymiz. 4 marta takrorlaymiz. 1 2 3
3 va 4. Mana bu yoqda ham qisqartirdik. Endi qatorimiz oxirigacha, ya'ni 24 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Mana qatorimizni ham oxiriga yetkazdik, tugatdik. Endi 30-qatorni to'qiymiz. 30-qatorda ham qisqartirish qilamiz. 30-qatorni quyidagicha to'qiymiz. 7 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 8-ga kelganda qisqartiramiz va bu holatni qator oxirigacha 8 marotaba davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 va bitta qisqartirish qilamiz. Shu tarzda davom etamiz. Mana qatorimizni oxiriga yetkazdik. Endi 31-qatorni to'qishni davom ettiramiz. 31-qatorda 3 ta to'qiymiz, bitta qisqartiramiz. Shu tarzda boshlaymiz. 1 2 3 bitta qisqartirish qilamiz. Endi 6 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta qisqartirish qilamiz. Va oxirida yana 3 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Hozir 6 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 va bitta qisqartirish qilamiz. Xuddi shu tarzda qator oxirigacha to'qib kelamiz. Mana 6 ta qisqartirib, 6 ta to'qib bitta qisqartirib qator oxiriga keldik va qatorimiz oxirida 3 ta nakitsiz ustuncha qolgan. Shuni ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. 1 2 3 Endi keyingi 32-qatorni to'qiymiz. 32-qatorda 5 marotaba nakitsiz ustuncha to'qiymiz, 6-sida qisqartiramiz. Shuni qator oxirigacha 7 marotaba takrorlaymiz. 1 2 3 4 5 va bitta qisqartirish qilamiz. Qator oxirigacha shu tarzda to'qib kelamiz. Mana qatorimizni tugatdik. Orada sintifon to'ldirib oldim ozroq. Boshimiz shakllanib kelyapti. Endi 33-qatorda 2 marta to'qiymiz, 1 marta qisqartiramiz. Shu tarzda boshlaymiz. 33-qator.
bir, ikki va bitta qisqartirish qilamiz. Endi 4 marta to'qiymiz, bitta qisqartirish qilamiz. 1, 2, 3, 4, bitta qisqartirish qilamiz. Xuddi shu holatni qator oxirigacha 7 marotaba takrorlaymiz. Mana qatorimiz oxiriga yetkazdik. Endi 2 dona nakitsiz ustunchamiz qoldi. Shuni o'zini to'qib qo'yamiz. 1, 2, mana bu qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sintifon bilan to'ldirib boraveramiz. Endi keyingi 34-qatorda 3 dona nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta kamaytiramiz. 1, 2, 3 va bitta kamaytiramiz. Xuddi shu tarzda qatorimizni oxiriga qadar to'qiymiz. Mana qatorimizni tugatib, sintifon bilan to'ldirib, 30 cm ip qoldirib kesib oldik. Boshimizni xomaki holati tayyor. Endi siz bilan birga tanasini to'qishni o'rganamiz.